har bir o'tayotgan kunimiz bir shonli tarixga aylanib qoladi. O'tib ketgan ota-bobolarimizning o'sha davri ham o'z davri uchun bir shonli bir davr bo'lgan. Albatta. Ayniqsa o'tgan asrning o'rtalarida, 20-asrda, shu birinchi yarmning oxirlarida bo'lgan nihoyatda bir mudhish hodisa, Ikkinchi jahon urushi butun dunyoni larzaga solgan. Urush asoratlarini hozirgacha bir goh armon bilan, goh boshqa bir tuyg'ular bilan eslaymiz. Ana shu 1941-yil 22-iyunda Ikkinchi jahon urushi bizning mamlakatimizda e'lon qilingan kunlarda meni Eshbek buvamni 4 o'g'li, Sunnatullo bobom, Omon bobom, Ismon bobom va otam Usmon Eshbekovlar urushga ketma-ket ketgan. Ikkita katta bobomizdan qora xatlar kelgan va ularni chiroyli ismlari, ism shariflari mana bu xotira maydonlaridagi katta xotira kitoblarida bitilgan. Otam bilan uni akasi o'sha Usmon bobom 44-yillarda qaytib kelgan. Ularni kelishini bir qiziq tomoni 44-yil fevral oyida meni otam o'sha bir bombaning tagida qolib ketib nogiron bo'lganida o'sha kunlarda SSR hududidan quvib chiqilgan fashist gazandalari va oliy bosh qo'mondonni butun tabriga e'lon qilinib, katta bir qarori ham e'lon qilingan o'sha oliy qo'mondonlikni. Ya'ni o'sha qarorni bitta bandida, ya'ni 6-6 bandida urush nogironlari orasida, Ikkinchi jahon o'sha urushi nogironlari orasida nogironlar orasida o'qituvchilar bo'lsa, ular zaxiraga bo'shatilsin va tezda borib o'sha yopib qo'yilgan maktablarni qaytadan tiklasin, ochsin degan topshiriq bo'lgan. Shu munosabat bilan rahmatli otamiz Usmon Eshbekov qaytib kelgan va o'sha bizni Ishtixon tumanida 7-maktabni poydevorni ilk bora qurgan, bunyod etgan. O'sha zamondoshlari bilan birinchi o'sha yana o'qituvchilik davom etkazgan, urushgacha ham o'qituvchilik qilgan. Faqat Oqdaryo tumaniga qaraganimizda Oytomolda dars bergani haqida aytadi otam urushgacha. Endi mana o'sha bizni Sharof Rashidov jamoat xo'jaligida uzoq yil boshqaruv raisi bo'lgan, bugun mehnat faxriysi, mana shu otalarimizni doim ardoqlagan, kaftida ko'targan. Har yil o'sha kelib Ismoil aka butun oilamiz bilan minnatdormiz. Usmon otamizni Farg'onadagi Oltiariq sanatoriyasiga yuborardingiz. Bir oy o'sha urush nogironlari davolanadigan joyga. Undan tashqari ham bayramlarda kelib tabriklab, sovg'a salomlar berib, xullas bu hayotdan rozi qilishda katta xizmatingiz bor. Otamni ko'rgan ko'zlaringizdan aylanaydi, butun oilamiz yaxshi ko'ramiz. Mana o'sha sizlarning maslahatlaringiz, Ishtixon tuman hokimligini yaxshi bir yordami, sa'y-harakatlari bilan general Sobir Rahimov diviziyasining sobiq jangchisi, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Usmon Eshbekov uy muzeylari tashkil qilindi. Uy muzeylari tashkil qilinishda, uni ochilishida, u yerdagi tadbirlarda o'zingiz ham bosh-qosh bo'lgansiz. Shu xotiralarningizni aytib bersangiz Usmon aka, marhamat. Endi Usmon aka juda ulug' inson edi. Rahmatli oilasi bilan, momomiz bilan birgalikda juda she'r harakat, she'r mehnatkash insonlar edi. Ondan ziyod farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan bu kishilar. Qahramon ona edi. Ular 9 o'g'il bolalar. Ha, bizlar 9 o'g'il, 2 qiz edik. Xursonay onamiz o'sha qahramon ona unvoniga ega bo'ldi. Shunday. Shu Xursonay onamiz mana shu farzandlarini bosh bo'lib, mana shu Usmon bobomning ham ikkalasi qariganda ham shular xizmat qilib yotadi. Biz xo'jalik uni bir o'g'lim men bilan sinfdoshman. Sulaymon degan do'stimiz, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, To'lqinboyning akasi. Biz sinfdosh do'st edik. Boshqa akalari ham hammasi o'qituvchi, ziyoli insonlar. Ularning hammasini tarbiyalab, Usmon bobomiz shu hammasini oliy ma'lumotli qilib tarbiyalardi. Bular hammasi xalqqa mehnat qildi, xalqning oldida xizmat qilib, obro' topgan insonlar.
Mana Abdumuso degan o'g'li tumanimizni bosh vrachi bo'lib necha ko'p yillar ishladi. O'ktam do'stimiz ham maktabda ko'p yillar mana ishlab, maktab rahbari ham bo'lib ishladi ko'p yillar. Xullas, ular hammasi mamlakatimizni ishlab chiqarishida, mustaqillikni mustahkamlashda ham aktiv ishtirok etgan insonlar hammasi. Alloh hammasini ishlariga Alloh barakat bersin. Rahmat. Eshbekov Usmon akani mana bir necha yillar oldin shu muzey ochildi To'lqinboyni tashabbusi bilan. Ochilish marosimida shaxsan men o'zim ham qatnashdim. Bu yerda mana senatorlar qatnashdi, tuman hokimlari qatnashdi. Samarqand garnizoni kelib butun shaharda tantana bilan marsh qilib, parad to'pishada muzeyni oldidan o'tdi. Muzeyni eshigini oldigacha tumanimiz hokimiyati asfalt qilib berishdi bular. Hozirgi paytda muzey butun xalqimizga xizmat qilyapti. Bolalar, yoshlar borib, otaxonlar borib muzeyni ziyorat qilib yuribdi. Buning uchun To'lqinboyga katta rahmat, oilasiga katta rahmat, otasini mana shunday qilgan ishlarini abadiylashish maqsadida ana shunday ulug' ishlarga qo'l urib, shuni oxiriga yetkazdi. Albatta bunga o'zining ajri bor, savobi bor. Xalqimiz bundan ko'p ma'naviy boylik, ma'naviy madaniyat olib bu yerda ko'p narsalarni o'rganyapti. O'tmishimizni, tariximizni o'rganyapti. Mustaqillik osonlik bilan kelmaganligini aniqlayapti. Bugun mana respublikamizga mustaqillik bo'lganini 35 yilligi bo'lyapti. Bunday ulug' ayyom albatta bütün yurtdoshlarimizni, bütün xalqimizni, bütün mana shu mustaqillikdan oldin ishlagan ko'p otaxonlarimiz bor. Ko'pchilik o'tib ketdi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarni ham hammasini mana shunday ulug' ayyom bilan tabriklaymiz. Bunda respublikamizning rahbariyati, hurmatli prezidentimiz boshchiligida bütün davlatimiz rahbarlari juda ham g'ayrat bilan jon berib ishlashyapti. Prezident atrofida jipslashib, mana shunday ulug' ishlarga qo'l urgan xalqimizga kuch-quvvat bersin. Alloh hamisha madadkor bo'lsin, qo'llasin. Mustaqillik bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Rahmat. Ismoil aka, endi shu yerda yana bitta fikrda aytib o'tish kerak. Hozirgi ba'zi yosh avlod Ikkinchi jahon urushi haqida tasavvurga ega emas va u haqda har xil bo'lar bo'lmas gaplar aytadiganlar bor. G'alabani qadriga yetmayotganlar bor-da. Bularni ham ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolamiz. Mana shularga juda bir oqilona javobni berdi muhtaram prezidentimiz, mamlakat oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Toshkentdan katta g'alaba bog'i tashkil etdi. Tepasida o'zi turib borsangiz, o'sha Ikkinchi jahon urushi haligi asoratlari shundoq u yerda bir eksponatlar bilan ko'rsatilgan. Shu bilan bir qatorda 1941-1945 yillarda O'zbekistondan shu Ikkinchi jahon urushida qatnashganlarni xotirasini bunday abadiylashtirgan katta bir kitob tashkil qilindi. Shu kitobni yanglishmasam 292 edi. Katta kitobda shu bir bet bizda otamiz Usmon ota Eshbekovni suratlari bilan berib, bizni Rahimovchilar der edi degan bir paytda bir maqolasi chiqqan ekan. O'sha maqolasidan keltirib bergan, bu prezidentimizni bizga nima deydi, qadriyatlarimizni qaytarib bergani, otalarimizni ruhini shod etgani, onalarimizni ruhini shod etgani. Chunki urush paytida front ortida onalarimiz ularga oziq-ovqat, kiyim-kechak yetkazib berish bilan shug'ullangan. Xullas bir shonli tariximizni, aynan otalarimizni ko'rgan kunlari va g'alabalarni aks ettirgan bir yaxshi ish bo'ldi. Prezidentimiz omon bo'lsin. Mana hali aytganingizdek, mustaqillikning 35 yilligi osonlikcha erishilgan g'alaba emas. Shu mustaqillikning dastlabki kunlarida qanday ocharchilik darajasiga borib qoladi. O'sha paytda xo'jalik rahbari edingiz. Topib berishga pul yo'q. Pul bersangiz, u pulga sotib oladigan narsa yo'q. Mana shunday bir og'ir kunlarni boshdan kechirib, yo Xudoga shukr, mana bugun to'kinchilik, to'kischilik, mana shunday kunlarda yashayapmiz. Buni yana bir sababini aytay Ismoil aka. Sizlardek o'sha 80ning sarhadlarida hali yigitdek bo'lib yurgan nuroniy otaxon va onaxonlarning duosi bilan bo'lyapti degan umiddamiz. Iloyim 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, 100 dan da oshib, o'sha biz yoshlarga, bizlar o'rta yosh, bizdan keyingi yoshlarga
ibrat maktabi yurishlaringizga tilakdoshimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Baraka toping. 2026-yil 21-avgust kuni mana biz Abu Ali ibn Sino sanatoriyasida bir suhbat qilyapmiz. Bu ham xudo xolasa chiroyli bir tarixdir. Rahmat.